Assalomu alaykum do'stlar. Barchangizni kirib kelgan 2026-yil bilan tabriklayman. Ushbu yil hammamiz uchun omadli, qiziqarli va sermahsul bo'lishini tilab qolaman. Bugun non-fiction loyihasining 20-soni. Ushbu video loyihamizning maxsus soni bo'ladi. Nimasi bilan maxsus? Chunki bugun aynan bittagina kitobning o'zini emas, umuman bir qancha yangi kitoblarni ko'rib chiqamiz. Bilamizki, har yili dunyoda 100 minglab, hattoki millionlab yangi nomdagi kitoblar dunyo yuzini ko'radi. Lekin ular orasidan juda kam qismi kitobxonlar ko'nglidan joy oladi. Qaysidir kitoblar millionlab tirajlarda sotilib, bestsellerga aylanadi. Qaysidirlari esa turli tanlovlarda eng yaxshi asar deb e'tirof etiladi. Xo'sh, men 2025-yilda chiqqan kitoblarni o'rganib chiqdim. Turli bestsellerlar ro'yxatlarini, kitobxonlar tomonidan tanlangan eng ko'p ovoz yig'gan kitoblar ro'yxatlarini o'rganib chiqdim. Turli ommaviy axborot vositalari, shu jumladan New York Times, The Economist, Wall Street Journal, Washington Post kabi nashrlar versiyalariga ko'ra eng yaxshi kitoblar bilan tanishib chiqdim. Va bugun shu o'rganishlarimdan kelib chiqib, qiziqarli tuyulgan, eng ko'p o'qilgan va e'tirof etilgan ilmiy ommabop kitoblar haqida video qilishga qaror qildim. Ushbu videoda aytib o'tiladigan kitoblar 2025-yilda ilk bor nashr etilgan. Barcha kitoblar xorijda, ingliz zabon mamlakatlarida chiqqan. Ya'ni hali bu kitoblarni hech birining tarjimasi yo'q. Aslida bu videoni tayyorlashimdan maqsadlarimdan biri ham mamlakatimizdagi kitobxonlar, ijodkorlar va noshirlarga mana shu kitoblarni tanishtirish. Balki mana shu yil bu kitoblar orasida qaysidirlari o'zbek tiliga ham tarjima qilinar. Xo'sh, loyihamizning asosiy g'oyasi va mavzusi bu ilmiy ommabop kitoblar bo'lganligi uchun ham men faqat shunday turdagi kitoblarni tanlab oldim. O'ylaymanki, loyihamizning bugungi soni har qachongidan ham qiziqarliroq bo'ladi. Demak, boshladik. 2025-yilda ko'plab ingliz zabon kitobxonlarining ko'nglidan joy olgan kitoblardan biri bu Mel Robbinsning Let Them Theory nomli kitobi bo'ldi. Kitob nomini o'zbek tiliga ularga qo'yib bering nomli nazariya deb tarjima qilish mumkin. Ushbu kitob oddiy ammo radikal psixologik yechimlar taklif qiladi. Uning asosiy g'oyasiga ko'ra, boshqa odamlarning xatti-harakatlarini nazorat qilishni to'xtatish va ularga o'zlari qanday bo'lsa, shunday bo'lishlariga imkon berish. Robbins kutilmalar va atrofdagilarni tuzatishga urinishlar ruhiyatimizni qanchalik toliqtirib qo'yishini va o'z hayotimizga e'tibor qaratishga xalaqit berishini ko'rsatadi. Kitobdagi shu kabi hayotimizni osonlashtirishga undaydigan yechimlar uni bestsellerga aylantirdi va 2025-yil yakunlariga ko'ra Goodreads tarmog'idagi foydalanuvchilar tomonidan yilning eng yaxshi self-help kitobi deb tan olindi. O'tgan yilning yana bir qiziqarli kitobi Ruby Tandoning qalamiga mansub All Consuming: Why We Eat the Way We Eat Now kitobidir. Ya'ni asar nomini barchasi iste'mol uchun nega biz hozirda shunday ovqatlanmoqdamiz deb tarjima qilish mumkin. Ushbu kitobda Ruby Tando oziq-ovqat qanday qilib shunchaki ovqat bo'lmay qolganini, ya'ni umuman oziq-ovqat mahsulotlari madaniy, siyosiy va iqtisodiy hodisaga aylanganini o'rganadi. Kitobda sog'liqni saqlash sanoati, ijtimoiy tarmoqlar va marketing bizning ovqatlanish odatlarimizni qanday shakllantirishini tahlil qiladi. Bu dieta haqidagi yoki kulinar kitob emas. Unda kapitalizm va ovqatlanish bilan bog'liq odatlarimiz va ularni nega nazorat qila olmayotganimiz tahlil qilinadi. Ushbu kitob New York Times va Vanity Fair nashrlari talqiniga ko'ra yilning eng yaxshi kitoblar ro'yxatidan joy oldi. Empire of AI, ya'ni sun'iy intellekt imperiyasi nomli kitob ham yil yangiliklaridan biri bo'ldi. Umuman olganda 2025-yil ushbu tematikadagi kitoblarga juda boy bo'ldi va har bir shunday kitob sun'iy intellekt mavzusini turli rakurslardan, turli sohalar nuqtai nazaridan tahlil qilishni taklif qildi. Karen Hao qalamiga mansub Sun'iy intellekt imperiyasi nomli ushbu kitobning to'liq nomida Sam Altmanning dahshatli tushlari degan so'zlarni ham ko'rasiz. Nomi aytib turibdiki, ushbu kitobda sun'iy intellektning, aniqrog'i Sam Altmanga tegishli OpenAI kompaniyasi kelajagining taxminiy ssenariylari tahlil qilinadi. Jurnalist ayol
Karen Howe tomonidan yozilgan ushbu kitob Sam Altmanning OpenAI kompaniyasining tashkil etilishi va ChatGPTning ishlab chiqilishi tarixi bilan boshlanadi. Kitobda sun'iy intellekt, insoniyat farovonligi uchun mazmunidagi idealistik g'oyalar, korporativ manfaatlar, investitsiyalar poygasi va geosiyosat bilan qanday to'qnash kelishi ko'rsatib berilgan. Kitob The Economist va The New York Times nashrlari talqiniga ko'ra, o'tgan yilning eng yaxshi kitoblari ro'yxatidan joy olgan. David Barron tomonidan yozilgan The Martians, ya'ni Marsliklar kitobi ham juda qiziqarli tarixiy tadqiqotlarni, aniqrog'i hikoyalarni taklif qiladi. Kitobning to'liq nomi 20-asr boshida Amerikani lol qoldirgan o'zga sayyoraliklar haqidagi real hikoya. 19-asr oxiri, 20-asr boshlarida astronomlar, jurnalistlar, yozuvchilar Marsda hayot mavjudligini jiddiy muhokama qila boshlashgan. Buning ta'sirida ommaviy tarzda Marsliklar vasvasasi boshlangan. David Barron o'z asarida ilmiy xatolar, ommaviy axborot vositalari va odamlar tasavvurining kuchi qanday qilib ommaviy illyuziyalarni keltirib chiqarganini tasvirlab beradi. O'tgan asrda rostdan ham noma'lum uchar jismlar odamlar orasidagi asosiy mavzulardan biri bo'lgan. Turli mis-mislar aytib, bir-birini qo'rqitishgan. David ushbu holatlarni o'rganib, bunday gap-so'zlar qanday paydo bo'lgani haqida kitob yozgan. Navbatdagi bestseller kitob odam anatomiyasi haqida. Mary Roach o'zining Replaceable You nomli asarida o'ziga xos hazil aralash uslubi bilan inson tanasini o'zaro almashtiriluvchi qismlari tizimi sifatida tahlil qiladi. Adashmasam, kitobni almashtirsa bo'ladigan siz deb tarjima qilish mumkin. Kitob tibbiy izlanishlar, klinik tarixlar hamda kutilmagan tajribalarga asoslanib yozilgan. Roach murakkab tibbiyotni hamma uchun tushunarliroq qilishga harakat qilgan. Ushbu kitob Goodreads tarmog'i foydalanuvchilari hamda Time va Guardian nashrlari tomonidan yilning eng yaxshi ilmiy ommabop asarlaridan biri sifatida e'tirof etildi. Nevrolog va neyrobiolog Priya Anand tomonidan yozilgan The Mind Electric nomli kitob ham bizga juda qiziqarli ma'lumotlarni taklif qiladi. Kitob bizning miyamiz haqida bo'lib, asarning to'liq nomida nevrolog miyamizning g'alati va ajoyib jihatlari haqida so'zlaydi deb yozilgan. Priya Anand miya bilan bog'liq klinik holatlar, ya'ni gallyutsinatsiyalar, fantom hissiyotlar, xotira va idrokning buzilishi orqali inson miyasining g'alati hissiyotlarini tushuntirib beradi. Ushbu kitobda miya mashina sifatida emas, balki dunyoni doimiy ravishda talqin etuvchi organ sifatida tasvirlangan. Esingizda bo'lsa, loyihamizning bir sonida Morgan Houselning Pul psixologiyasi kitobi haqida gaplashgan edik. Morgan Housel 2025-yilda o'zining pul haqidagi yana bir kitobini yozdi. Ushbu kitob The Art of Spending Money, ya'ni pul sarflash san'ati deb nomlanadi. Yangi kitobida u boy bo'lish uchun ko'proq pul topish emas, balki oqilona sarflash kerak ekanligini aytadi. Chindan ham, siz oyiga qancha pul ishlashingizdan qat'iy nazar hammasini sarflasangiz, sizning moliyaviy ahvolingizda hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Albatta, uning bu kitobida ham ko'plab foydali maslahatlar bor ekanligiga ishonchim komil. Kitob nashrdan chiqqaniga hali endi 3-4 oy o'tdi. Shu yil bu kitob bilan ham tanishib chiqish niyatim bor. Robert McFarlanening Is a River Alive, ya'ni Daryo tirik bo'lishi mumkinmi nomli asari juda ko'plab nashrlar, jumladan Time jurnali, New Yorker, The Economist va Washington Post nashrlari tomonidan juda yuqori baholandi. Britaniyalik muallif ushbu kitobida daryoning tirik mavjudot bo'lishi mumkinligi haqidagi savolni ham jismoniy, ham madaniy, ham falsafiy, ham ekologik jihatdan o'rganadi. U dunyoning turli daryolarini o'rganib, geologiya, biologiya va ijtimoiy munosabatlar haqida hikoya qiladi. Bu esa tabiat va inson o'rtasidagi an'anaviy chegaralarni inkor etadi. Qaysidir ma'noda kitobdagi fikrlarni o'qib, uni falsafiy asarlarga o'xshatasiz. Geologlarning aytishi bo'yicha Maastricht asarlardan biri ekan. Katta ehtimol bilan Ray Dalio ismli inson haqida eshitgansiz. Chunki uning Principles, ya'ni tamoyillar nomli kitobi juda mashhur. Buni ustiga bu inson katta milliarderlardan.
doimiy tarzda Forbes jurnali bo'yicha dunyoning eng boy 100 ta odami ro'yxatidan joy olib keladi. Uning navbatdagi kitobi How Countries Go Broke: Big Cycle, ya'ni mamlakatlar qanday qilib tanazzulga yuz tutadi, katta sikl deb nomlangan. Ushbu kitobda Ray Dalio qarz inqirozlari tarixini tizimlashtirgan holda davlatlarning ko'tarilishi va qulashining takrorlanuvchi katta siklini ko'rsatib beradi. Qarzlar, inflyatsiya va siyosiy qarorlar qanday qilib mamlakatlarni halokatga olib kelishini tushuntiradi. Bu kitob makroiqtisodiyotga qiziqadigan har bir inson uchun must read deb o'ylayman. Liz Pelly tomonidan yozilgan Mood Machine: The Rise of Spotify and the Cost of the Perfect Playlist nomli kitobda Spotify didlar, his-tuyg'ular va musiqa bozorini shakllantiruvchi madaniy infratuzilma sifatida tahlil qilinadi. Kitob nomini kayfiyat mashinasi, Spotifyning yuksalishi va mukammal playlist yaratishning narxi deb tarjima qilish mumkin. Unda algoritmlar bizning qanday musiqa tinglashimizga qanday ta'sir o'tkazishi va u buni qanday tanlab berishi ko'rsatib beriladi. Kitob ushbu kompaniya xizmatlaridan doimiy foydalanadigan kitobxonlar uchun qiziqarli bo'ladi deb o'ylayman. The Technological Republic kitobi ham 2025-yilda chiqqan ilmiy ommabop kitoblar orasida yil yangiliklaridan biri bo'ldi. Mualliflar Alexander Karp va Nicholas Zamiskaning ta'kidlashicha, G'arb strategik fikrlash qobiliyatini yo'qotgani sababli texnologik ustunligini boy bermoqda. Kitob davlat, texnologiyalar va qadriyatlar o'rtasidagi mustahkam hamkorlik g'oyasini tahlil qilib beradi. Ya'ni texnologiyalarning geosiyosatdagi asosiy o'ringa chiqayotgani va kuch quroliga aylanayotgani ko'rsatib beriladi. Hammamiz yozuvchi Jon Grinni uning romantik kitoblari orqali taniymiz. Yulduzlar aybdor asari muallifi 2025-yilda o'zining Everything is Tuberculosis nomli asarini taqdim etdi va ushbu kitob Goodreads foydalanuvchilari tomonidan yilning eng yaxshi non-fiction kitobi deb topildi. Jon Grin ushbu kitobda sil kasalligining tarixi haqida bayon etadi. Uning madaniyat, adabiyot va ijtimoiy tuzilmalarga ta'sirini tahlil qiladi. Kitob tibbiyot tarixini insonparvarlik nuqtai nazari bilan uzviy bog'laydi va insonlar orasidagi tengsizlik, empatiya va tibbiyot haqida hikoya qiladi. Esingizda bo'lsa, muallif Steven Johnsonning Yaxshi g'oyalar qayerdan paydo bo'ladi nomli kitobi haqida video tayyorlagan edik. Ushbu muallif ham 2025-yilda yangi kitobini chop etdi va kitob har doimgidek bestsellerlar qatoridan joy oldi. The Infernal Machine: A True Story of Dynamite, Terror and the Rise of the Modern Detective deb nomlanuvchi ushbu kitob dinamit, siyosiy terrorizm va zamonaviy kriminalistikaning paydo bo'lishi haqida hikoya qiladi. Kitob zo'ravonlik texnologiyalari qanday qilib yangi tergov usullarini yuzaga keltirganini ko'rsatadi. Xullas, tarixiy voqealar bilan boyitilgan ilmiy ommabop asar. Hannah Ritchie qalamiga mansub The Clearing the Air: A Hopeful Guide to Solving Climate Change nomli kitob ekologiya va iqlim haqidagi yilning eng yaxshi kitoblaridan biri bo'ldi. Ritchie miflar va vahimali gap-so'zlarga nuqta qo'yish uchun iqlim haqidagi 50 ta asosiy savolga javob beradi. Kitob faktlarga va real yechim ssenariylariga asoslanadi. Odatda iqlim va ekologiya haqidagi kitoblar juda pessimistik bo'lsa, ushbu kitobda optimistik yondashuvni ko'rishimiz mumkin. Xullas, apokalipsis haqidagi nazariyalarsiz qiziqarli va noyob ilmiy ommabop asar. James Arbif va Tony Seva tomonidan birgalikda yozilgan Stellar va Evolved Beyond Limits and How to Get There, ya'ni cheksiz dunyo va unga qanday yetib borish mumkin nomli kitob o'z nomi bilan aytib turibdiki, bizga insoniyat kelajagi va kosmos haqida juda qiziq sayohatni taklif qiladi. Mualliflar eksponensial texnologiyalar tufayli energetika, transport va ishlab chiqarish sohalarining deyarli misli ko'rilmagan darajaga erishishini ko'rsatib beradi. Kitob futurologistik asar bo'lsa-da, turli fantaziyalarga emas, ma'lumotlarga asoslanadi. Ushbu kitobni yilning eng texno-optimistik ilmiy asarlaridan biri deyish mumkin. Tasavvur qiling, biz yashayotgan globalizatsiyalashgan dunyoda ishlayotgan tizimlar birdan qulasa. Butun dunyoning ahvoli qanday kechadi? Ben Chu o'zining
Exile Economic What Happens If Globalization Fails kitobida aynan shu masalani tahlil qiladi. Shu globallashuvdan keyingi dunyoni, savdo urushlari, iqtisodiy millatchilik va beqaror ta'minot zanjirlarini o'rganadi. Xullas, juda oddiy tilda yozilgan, ammo juda xavotirli ilmiy ommabop asar. Nevrolog Mas'ud Husayn tomonidan yozilgan Our Brains, Ourselves, ya'ni Miyamiz va o'zligimiz nomli kitob miyamizning shaxs, motivatsiya va axloqiy qarorlarni qanday shakllantirishini tadqiq etadi. Ushbu asar neyropsixologik holatlarga asoslangan. O'zlik tushunchasini anglash uchun yordam beradigan kuchli ilmiy asar hisoblanadi. Laura Spinney qalamiga mansub Proto How One Ancient Language Went Global nomli asarini 2025-yilda chiqqan lingvistika va tillar tarixi haqidagi eng kuchli asar deb bemalol ayta olamiz. Spinney Proto-Hind Yevropa tili va uning global ta'siri haqida hikoya qiladi. Kitob tilshunoslik, genetika va arxeologiyani birlashtiradi va bitta qadimiy tilning qanday quloch yoygani va turli tillarning kelib chiqishiga ildiz bo'lganini tahlil qiladi. Agar siz ham lingvistika va til tarixiga qiziqsangiz, bu siz uchun juda qiziqarli manba bo'ladi deb o'ylayman. Hammamiz umrimiz davomida bir narsa haqida hech bo'lmaganda bir marta o'ylab ko'rganmiz. Uzoq umr ko'rish haqida. Dr. Eric Topol o'zining Super Agers An Evidence-Based Approach to Longevity, ya'ni uzoq umr ko'rish haqida dalillarga asoslangan yondashuv nomli kitobida uzoq umr ko'rish haqidagi fan dalillarini afsonalardan ajratib, bu mavzuni chuqur tadqiq qiladi. Kitob qarish jarayonini boshqarish mumkinligini ko'rsatib beradi. Juda qiziq-a? Ammo kitobda muallif hech qanday mo'jizaviy preparatlar yo'qligini aytadi. Lekin shu bilan birga asta-sekinlik bilan yo'lga qo'yish mumkin bo'lgan yechimlarni taklif qiladi. Do'stlar, o'tgan yil davomida bundan ham ko'p qiziqarli va foydali kitoblar nashr etildi. Hozir men sizlarga so'zlab bergan kitoblar faqat aysbergning bir uchi xolos. Qanchadan qancha qiziqarli kitoblar e'tiborimizdan chetda qolgan va biz ularni hali endi kashf qilamiz. Lekin asosiysi qancha kitob o'qishimiz emas, balki rivojlanishdan, bilim olishdan to'xtab qolmasligimiz. O'ylaymanki, endi boshlangan 2026-yilda ham bizni bir-biridan qiziqarli ko'plab yangi kitoblar kutmoqda. Xullas do'stlar, zerikib qolmaymiz. Videomizni oxirigacha tomosha qilganingiz uchun rahmat. Agar bugungi yangicha formatimiz sizga yoqqan bo'lsa, bu haqda izohlarda albatta yozib qoldiring va like bosing. Balki bu kabi formatda ham tez-tez videolar qilib turarmiz. Men esa sizlarga yangi yilda birgalikda rivojlanamiz deb qolaman. Keyingi sonlarda ko'rishguncha, xayr.